بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. عرفت الدرس كي برنج قسم كتاب. الدرس السابع عشر يتنجي درس نساقتاشلا درس başlaştın ilgili dersimimizdeki maqsadlik, yani noktalıq grammatikini sözlü öteyli. Yani bugünkü dersimizde asaslık noktalıq maqsad qilingan grammatika cümlelerdeki, yani mubtada xabarlik ismliq cümledeki ve fe'illik cümledeki iki taraf köplik kelse xabarının mas halda köplik qildiganligi. Mesela hada talibu mujtahidun degan birlik cümleni agar köplikka aylantirmoqchi bo'lsak, albatta talib köplik bo'lgan tullab o'zgaradi shundami? Mushunga mas holda hada haulai, yani haulai tullab mujtahidun uni köplik bo'lgan mujtahidunga aylanadi. Hamda hozirgi men keltirgan misol odamlar, ya'ni aqlliq narsalarga shu bo'yicha bo'ladi. Ammo jonsiz, ya'ni aqlsiz narsalar bo'lib qolsa, masalan hayvonlar, narsalar degandek narsalarni ko'plik keltirish to'g'ri kelib qolsa desa, buning igi qismi ko'plik keltirilsa, buning xabar qismi mas holda ayolliq birlik shaklda keltiriladi. Ayolliq birlik shaklda. Masalan, ishiklar uchuq degan jumlani tuzmoqchi bo'lsak, ishiklar mas holda al-abwab, ya'ni babning ko'pligi al-abwab deb ko'plik shaklda keltirilsa, buning xabar qismi maftuhun, asli ko'plikka maftuhun kelishi kerak. Ammo al-abwab jonsiz, aqlsiz narsa bo'lg'achqa, buningga ayolliq birlik shaklda maftuhatun degan holatda xabar olib keladi. Al-qalam maksur, qalam sunuq. Endi buni biz ko'plik aylantirgan vaqtimizda al-qalam mas holda al-aqlam degan ko'plik shaklga aylantiriladi. Xabar maksur degan xabarga kelsak, al-aqlam jonsiz, aqlsiz narsa bo'lg'achqa, buningga maksuruna deb al-aqlamu maksuruna demasdan al-aqlamu maksuratun deb ifodalaymiz. Chunki al-aqlam bayatın deganimizdek jonsiz, aqlsiz narsalar bo'lg'achqa, bularning ko'pligiga ayolliq birlik shaklini ishlasak bo'ladi. Ham bugungi darsda mush nuqtaga diqqat qilsak, mush nuqtaga qolgan nuqtalar bak muhim emas. Al-kalimatul jadida. Yangi so'zlar. Ash-sharikatu, sharikatun, mudiru ash-sharikati, rakhisun, al-qamisu, qumsanu. Sharika, yani shirkat. Shirkat buni ko'pligi. Mudiru sharika, shirkatning mudiri. Rakhisun, arzon. Al-qamis, ko'nglak. Qumsan buni ko'pligi. To'yib, bu nuqta tushunish bo'lgan bo'lsa, tekstni o'qib, tarjima qilib tahlil qilib qo'yay. الدرس السابع عشر. أبواب المسجد مفتوحة. لمن هذه البيوت الجديدة؟ أهي لمدير الشركة؟ النجوم جميلة. هذه الدروس سهلة. في الهند لغات كثيرة. أين الكتب الجديدة؟ هي في المكتبة. تلك السرر مكسورة. الساعة اليابانية رخيصة. هذه الحمر للفلاح. أين كتبكن يا أخوات؟ هي في الفصل. هذه كتبي وتلك كتب أختي. هذه مكاتب الطلاب. في هذا الشارع فنادق كبيرة. أبواب المسجد مفتوحة degan jumlada masjidning eshiklari ochiq. Bu yerda abwabul masjid jumladagi egisi maftuhatun xabari. Abwabul masjid ko'plik, ya'ni jonsiz, aqlsiz bo'lg'achqa buni keltirgan xabar ayolliq birlik shaklida maftuha
degan shaklda ifodalandi. Liman hadihil buyutul jadida. Bu yangi uylar kimning? Ya lil mudiri sharika. Ular shirkatning mudirining. Ana shunda buyut degan asosiy bilak jonsiz, aqlsiz ko'plik bo'ladi. Buning ishlatilgan hazihi degan ko'rsatish almash va uning sifat qilib keltirilgan al-jadida ayollik birlik shaklda keltirildi. Ondan keyin buning berilgan javobdimi hiya ayollik birlik shaklda kishilik almash ishlatildi. Ana buni tarjima qilishda u demaymiz, ular. Chunki mazmun jihatda ko'plik, garchi shakl jihat ayollik birlik shakl kasimi, ammo buning qaratilmasi al-buyutni ko'rsatyapti. An-nujumu jamila. An-nujum najmning ko'pligi, ya'ni yulduzlar chiroyli. Nujum ayol aqlsiz, jonsiz ko'plik bo'lg'achqa, buningga kelgan xabar ayollik birlik shaklda ifodalandi. Hadihi durusu sahla. Bu darslar oson. Yani bu jumladagi qurilmalarni yuqorida deyilgandek durus jonsiz, aqlsiz ko'plik bo'lg'achqa buning ishlatiladigan ko'rsatish almash hazihi xabar sahla degan shaklda keldi. Fil Hind lughatun kathira. Hindistonda nurg'un tillar bor. Amrunda lughatun ko'plik. Buning kelgan sifat ayollik birlik shaklda. Aynal kutubul jadida, yangi kitoblar qayerda? Ya'ni al-kutub sifati jadida, al-kutub ko'plik, aqlsiz, undan keyin jonsiz bo'lg'achqa, jadida sifatimi ayollik birlik shaklda keldi. Hiya fil maktab, ular kutubxonada. Hiya. Ya'ni al-kutubul jadida garchi erlik bo'lsa-mu kutub. Kitobning birligi kitob erlik bo'lsa, ammo ko'plik aqlsiz, jonsiz bo'lg'achqa, buningga hiya degan ayollik birlik ko'rsatish olmishni keldik. Tilka sururu maksura. Au karvatlar sunuq. Ammo shunda surur va yuqoridagi o'xshashlar ko'plik bo'lg'achqa, jonsiz, aqlsiz bo'lg'achqa buning ishlatilgan ko'rsatish olmash. Tilka maksuratun xabar bilak bo'lsa, ayollik birlik shaklda keldi. As-sa'atul yabaniya rakhisa. Yaponiyaning soati azon. Ammo shunda as-sa'at ayollik birlik buningga normal holda yabaniya rakhisa ayollik birlik ishlatiladi. Demak, ayollik birlikmi ayollik birlik? Erlik ko'plikning aqlsiz, jonsiz narsa bo'lib qolsa, yana ayollik birlik ishlasak bo'ladi. Hadihil humur lil fallah, humur himarning ko'pligi, ya'ni eshaklar. Bu eshaklar dehqonniki. Buningga humur aqlsiz bo'lg'achqa hazihi degan ayollik birlik ko'rsatish olmash ishlatiladi. Ayna kutubukunna ya akhwat. Qarindoshlar, ya'ni qizlarni ko'rsatmoqchi. Sizlarning kitoblaringlar qayerda? Hiya fil fasli, ular sinfda. Hiya kutubqa hiya kvatadi. Bu to'g'ri so'zlab bo'ldik-ku. Hazihi kutubi va tilka kutubi o'qdi. Bu mening kitoblarim avla bo'lsa, mening singlimning kitoblari. Ana shu o'rinda hazihi ayollik birlik, tilka ayollik birlik. Qaratilmasa kutub erlik ko'plik bo'lsa-mu? Tarjima qilgan vaqtda erlik ko'plik shaklda tarjima qilinadi. Ya'ni bular mening kitoblarim, avla mening singlimning kitoblari deb hargiz ma hazihi ekan bu deb tilka av ekan deb birlik shaklda tarjima qilmaymiz. Chunki buning qaratilmasi ko'plik. Garchi shakli birlik bo'lsa-mu? Hazihi makatibut tullab. Bular o'quvchilarning ustallari. O'xshashlar makatib jonsiz, aqlsiz narsalarni ko'plik o'qishga bunga hazihi ishlatiladi. Tarjima qilgan vaqtda yana bular deb tarjima qilamiz, bu emas. Fi hada shari' fanadiq kathira. Bu ko'chada nurg'un mehmonxonalar bor. Endi fanadiq aqlsiz narsaning ko'plik o'qishga bunga kabira degan sifat akilish to'g'ri kelib qolsa, kabira ayollik birlik sifat akilimiz. Darsning mazmunini tushunish bo'lgan bo'lsa, ko'nikmalarni bir qo'rqinch tushuntirib o'tay. التمرين الأول birinci ko'nikma ajib anil as'ilatil atiyya. Tuandagi savollarga javob bering. Ya'ni yuqoridagi tekstni o'zlashtirib bo'lgandan keyin bir-birlab javob bersak bo'ladi. Ikkinchisi hawil al-mubtada'a fi kulli min al-jumal al-atiyya ila al-jam'a. Tuandagi har bir jumladagi mubtada ya'ni igini ko'plikka aylantiring. Masalan, bizga bergan misol al-bab maftuhun. Erlik birlik o'qachqa maftuhun erlik birlik shaklda xabar bilan keltirildi. Agar shu al-abwab erlik ko'plik bo'lib qolsa, bunga mos qadamda ayollik birlik shaklda nima keltiramiz? Xabar bilan keltiramiz. Dafaqayli hada qalamun jadid deganni ko'plik shaklga aylantirib baqayli. Hada nimaga aylandi? Hadihiga. Qalamun aqlam, undan keyin jadidah kana bo'lsa, hadihi aqlamun jadidah degan shaklda aylantirsak bo'ladi. Qolganlarini shunday qiyos qilib ishlab baqsanglar bo'ladi. 3-mashq
ضع في الأماكن الخالية فيما يلي أخبار مناسبة. Tövendeki boş urullarga münasip haberni koyun. Onda el-beyt deymiz. Öy meftuhun. Şundama. Ondan keyin ikkinchisida an-nujum. Aqlsiz narsalarning ko'pligi kelibdi-ku, buni cho'qim ayollik shaklda bir narsa akilishimiz kerak. Ayollik shaklda bir narsa akilishimiz kerak. Masalan, jamila, katira degandek yulduzlar ko'p yoki chiroyli degandek ayollik birlik shaklda va qolganlarini shuni qarab ishlab baqsanglar bo'ladi. 4-chi mashq. Hati jama'al kalimat al-atiyya. Tuvandagi so'zlarningki ko'plik shaklini keltiring. Bab, abwab, bayt, buyut mush shaklda qolganlarnikini izlab teyib baqinglar. Bugungi darsimizda bundan ilgili darslarda cho'qim bunun ko'plik shakli chiqqan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.